Dasturimiz davom etadi. Mamlakatimizda elektr va gaz ta'minoti tizimini izchil modernizatsiya qilish va texnologik qayta jihozlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bundan maqsad aholi va iqtisodiyot korxonalarida energiya ta'minoti uzluksizligini ta'minlash. O'z navbatida yetkazib berilgan elektr energiyasi va tabiiy gazdan oqilona foydalanishni tashkil etishdan iborat. Bir vaqtning o'zida sohada nazorat qiluvchi organlar faoliyati elektr energiyasidan oqilona foydalanishni tashkil etishga xizmat qilmoqda. Jizzax viloyatida elektr energiyasidan behuda foydalanish holatlarini aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan reyd tadbirlari tashkil etildi. Mana bu katta magistral yo'l ustidagi umumiy ovqatlanish muassasasi tashqaridagi yoritgichlarni soat ertalabki 9 bo'lsa ham o'chirmagan. To'g'ri, ushbu tadbirkor quyosh panelini o'rnatib ishga tushirgan, biroq bu energiyadan hojasizlarcha foydalanish kerak degani emas. Boz ustiga, mana bu kaprol materialli gaz ballonlaridan xavfsizlik qoidalariga mutlaqo zid ravishda foydalanilmoqda. O'z energiya inspeksiyaning Jizzax viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan reyd davomida mana xuddi shu kabi yana ikkita ovqatlanish shoxobchasi egalariga elektr energiyasidan oqilona foydalanish to'g'risida tushuncha berishga to'g'ri keldi. Jizzax shahridagi markaziy dehqon bozorining yopiq go'sht rastasida yetarlicha yorug'likning tashkil etilmaganiga qassoblar antiqa yechim topishibdi. Go'sht mahsulotlari sifatli, xaridorgir ko'rinishi uchun har bitta rasta tepasiga cho'g'lanma lampochkalar osib qo'yilgan. Vaholanki mazkur notejamkor yoritgich vositalaridan foydalanish 2018-yildan buyon cheklangan. Eng yomoni, bu yerda har bir rastaga foydalanilgan elektr energiyasini hisoblash uchun alohida hisoblagich xavfsizlik qoidalariga zid ravishda tortib kelingan simlar bilan o'rnatib qo'yilgan. Ancha yillardan beri e'tiborsizlik qilingan, endi hozir ko'rdik, ayrim uchuvchilar osilgan holda turibdi. Kamchiliklarni shu bugunning o'zida bartaraf etib, to'g'rilab, chiroyli qilib qo'yamiz hammasini. Ushbu yo'nalishda O'zbekiston inspeksiya tomonidan o'sha iste'molchilarda yoqilg'i energiya resurslaridan oqilona, samarali hamda qonuniy foydalanishini noqonuniy foydalanish oldi bo'yicha muntazam o'rganishlar olib borilmoqda, profilaktika o'tkazilmoqda. O'sha 2025-yil davomida o'sha kunning yorug' vaqtida tashqi yoritgichlardan samarasiz foydalangan qurishda jamiyatlar aniqlanib, ularning mansabdor xodimlariga, shaxslarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi hamda sudlarga hujjatlar kiritildi. Xuddi shunday nostandart gorelkalardan foydalangan iste'molchilardan 250 ta tadbirkorlik subyektlarining mansabdor shaxslariga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, 103-moddasi bo'yicha hujjatlar sudga taqdim etildi. Ayni daqiqalarga qadar yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.